Kirib yashashga tayyor, do'mi narxida hovli qaratganlarga jo'natib qo'yinglar. Mana shu xonadonimiz 79 ming dollarga baholandi. Yangi qurilgan, yangi remontli kirib yashashga tayyor xonadonimiz bugun sotuvda. Umumiy hisobda 3 sotix yer maydoniga qurilgan 4 ta xona plus hol va oshxona qismiga ega. Kirib yashashingizga tayyor, juda ham shinamgina, fayzli xonadonimiz. Bu xonadonimiz sotish uchun emas, balki yashash uchun chiroyli remontlar amalga oshirilgan xonadonimiz. Okalar 79 ming dollarga bunaqa variantdagi, bunaqa keng hovli topa olmasligingiz aniq. Hovlisini ham ko'rasizlar, kattagina, mashina parkovkasi uchun alohida joylari mavjud va hovlimizda o'zini alohida kichkinagina bo'lsa ham bog' qismiga ega. Mevali hamda manzarali daraxtlar ekilgan, maza qilib yozgi kunlarda yashasanglar bo'ladigan zo'r xonadon. Suvlari, svetlari, gazlari, kommunikatsiyasidan muammo yo'q, xudo xolasa bemalol kelib tekshirib olishingiz mumkin. Hujjatlari ham joyida, kelib tekshirasiz uni ham. Hop, xonadonimizga egalar tarafdan 79 ming dollar startli narx so'raldi. Yana kelib tepasi narxini savdolashsanglar bo'ladi. Manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Toshmi postdan kirganinglarda Ramadan mahallasida joylashgan mo'ljalimiz Indaba choyxonasi. Indaba choyxonasidan ozgina o'tganinglarda chap qo'ldagi ko'chada joylashgan, katta ko'chadan taxminan xonadonimizgacha 600 metr masofa ichkarida. Suvlari, svetlari, hamma narsasi o'rnida. Xonadonimiz hujjatlari ham tayyor holatda, bemalol kelib tekshirishingiz mumkin. Mebellarni esa egalar bilan kelishilgan holatda topib qolsanglar bo'ladi. Egalar nomerlari yozildi, aloqaga chiqib tepasi narxini savdolashib baraka qilishingiz mumkin.